Assalomu alaykum, Planeta Zich kanalining kuzatuvchilari. Bugun biz siz bilan premium elektromobil Leap Motors C01 ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlarini qo'limdagi Trifile TF2 apparati orqali real test qilamiz. Real testimizning birinchi nuqtasi haydovchi o'rindig'i 1,1 milligauss. Haydovchi oyoq qismi 3,3 milligauss. Konsoldagi ko'rsatkichimiz 1,3 milligauss. Monitordagi ko'rsatkichimiz 1,5 milligauss. Yon o'rindig'i ko'rsatkichi 0,7 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib o'tamiz. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 1 milligauss. Premium Leap Motors C01 gibrid elektromobilining eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida chiqdi. 3,3 milligauss. Ushbu elektromobilimiz zaryad olayotgan vaqtdagi ko'rsatkich hisoblanadi. Magnit maydon ko'rsatkichi qancha past chiqsa, siz uchun shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizning ham elektromobilingizni real test qilib beramiz. Videolarimizni ko'proq odamlar kuzatishi uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.